Assalomu alaykum. Mohir Ovchi YouTube kanali obunachilari, hurmatli ovchi akalar. O'rtada ancha tanaffus bo'lib qoldi. Video qo'ya olmadik. Xudo xolasa bundan buyog'iga videolarni vaqtida qo'yib boramiz. Yangiliklar xudo xolasa bo'lib qoladi. Yana bir narsa to'g'risida video qilmoqchi edim bugun. Mana hammalar xabaringlar bor. O'qidorda ozgina muammo bo'lgani sababli ko'pchilik PCP ov qurollariga o'tib ketyapti. Shu PCPlar to'g'risida ham yangi qonun chiqarish arafasida ekan. Shu haqda men ma'lumot yetkazmoqchi edim sizlarga. Bu gap bo'lganiga 1 oy vaqt bo'ldi. 1 oy oldin gaplashilgan narsa edi bu. Hozir video davomida shu videoni audio zapisni qo'yib boraman. Bu o'ziga aytib, shunaqa bu ovoz yozilyapti. Ovchilarga yetkazamiz, YouTube kanaliga qo'yamiz deb o'zidan so'rab olingan. Hech qanaqa bu o'zini-o'zi zapis qilib olib, ovozini chiqarib yuborish emas maqsad. O'zidan so'rab, manba ishonchli, men kimligini ayta olmayman. Ishonchli manbadan oldik bu xabarni. 1 oy oldingi, shuni ham aytib qo'yay. Shu yangilik PCPchilarga, PCP ishlatadigan ovchilarga endi yangilik bo'lar ekan. Qonunga qandaydir o'zgarish, qandaydir yangilik kiritishmoqchi ekan. Shu yaxshi tomonga bo'lsin iloji boricha. Kanaldan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bundan buyog'iga qattiq bel bog'ladik. Xudo xolasa videoni bo'lmadi deganda haftada bir marta yangiliklar, yaxshi videolar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar. Audio zapisni eshitib, bir qator ko'ringlar, obuna bo'linglar. Ismim Diyorbek, Mohir Ovchi YouTube kanali adminiman. Bo'ldi. Ammo qurol bo'yicha qurol muomalasi bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish loyihasi ketyapti hozir. O'sha bo'yicha hozir yana bir qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin aka. Ha. Demak, yangi qarorlar chiqishi mumkin. Nima deydi? Haligi bilasizku, silliq stol, soliq stollarni nechtaga olishi mumkinligi to'g'risida belgilangan-ku. Shular o'zgarishi mumkin. Keyin mana aytgan haligi o'zgarishlar bo'lishi bo'yicha loyihalar qilyapti-da aka. Ha. O'shaning uchun men sizga bugungi kun holatidagi yengillikni nima deydi? Mavjud belgilangan tartibda aytsam. Lekin o'zgarishi kutilyapti aka, yana o'sha. Qurol to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun PCPlarda ma'lum bir qismini ovga, ma'lum bir qismini sportga ajratilishi mumkin ekan-da bo'lsa, yoki kalibrda farq qiladimi? 635 ta taqiqlab yoki 5.5 da taqiqlanishi o'sha bo'yicha ham bilmayman, lekin o'sha turlari bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin aka. Ha, tushunarli. Rahmat katta aka.